Jo'ralarim keldimi? Xavotirman. Biz yerdamiz. Turmusakchilar, adashyapsizlar. Opa, kuyov jo'ralar shular. Kechilamayapman-ku, jo'ralam to'yga aytsam qonimiz qopday biz zagsga borgan uyalamiz deb o'rniga bolalarni jo'natib bergan. Voy o'lmasin. Dur bolalarga ayt, o'yna kuyovga o'ynab to'yda bir qizdirsin. Qo'shiq o'ynolmaymiz deyapti. Ha, qaysi qo'shiq o'ynar ekan? Seni traktor etsa, yoraveramiz. Yana bir ikki yil kechira uylanganimda bebi isha tutturga kirib bor ekanman-da. Oldimga tish birgani erkagi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Obid xotinli bo'ldi. Mana bolalar bir ota-onasi bormi yo'qmi? Nima bular bitib baqir-chaqir qilyapti? Hozir kuyov jo'ralar kelib qoladi. Kuyov jo'ralar shular. Bu kuyovam 40 ga kirib o'ylanaptim deyman. Kuyov bola tabriklayman. Uyga kiringlar qani. Jo'ram yo'q desam, mana bitta bo'lsa ham jo'rang kelibdi-ku. Opa sharmanda qilmang, bu kishi qaynatam bo'ladi. Kechilamayman o'ylaydi. Kelinni olib chiqish kerak, jo'ralarim qani? Hozir ozgina o'ynab olaylik. Shukunlarni ko'rguncha sunnat to'yimda ertasi kuni uylab olsam o'lamidi? Menga qarang, ichkariga kirganda samiglarni hayajonlanma. Chatircha dada zaksga kelishga vaqtim yo'q, o'rnimga olim boradi degan indamadim. Endi bo'g'on aql o'rgatyapsanmi? Birgan bojasi, onangnim bir avval uy olay, mashina olay deb kirib, hammadan kechiklanib, kunim shtirmasakchalarga qoldimi? Jo'rajon, sen shu yil uylansang, uylanding, keyingi yil uylansang bundan 5 battar bo'ladi aytib qo'y. Boboycha.